O'zbekistonda rasmiy daromadsiz ipoteka. O'zbekistonda ipoteka kreditlashning yangi islohoti boshlandi. Uy-joy ipoteka bozorini yanada rivojlantirishga oid qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi 2025-yili 21-fevraldagi 26-sonli Prezident farmoniga muvofiq rasmiy daromadga ega bo'lmagan fuqarolarning to'lov qobiliyatini baholashning yangi mexanizmi joriy etilmoqda. Endilikda banklar bunday fuqarolarning moliyaviy imkoniyatlarini xarajatlar skoringi orqali oxirgi 12 oy ma'lumotlari asosida baholay oladi. Ma'lumotlar elektron hukumat tizimi orqali shakllantiriladi. Bu yerda fuqarolarning PNFL raqami orqali quyidagi xarajatlar aks ettiriladi: kommunal to'lovlar, bank kartalari orqali operatsiyalar, onlayn to'lov va pul o'tkazmalari hamda boshqa doimiy xarajatlar. Vazirlar Mahkamasiga elektron hukumat tizimining integratsion platformasiga zarur ma'lumotlarni o'z vaqtida kiritishni ta'minlash vazifasi yuklatiladi. Bu orqali daromad haqidagi ma'lumotlarsiz ipoteka olish imkoniyati o'zini o'zi band qilganlar va frilanserlar uchun turar joy olish yo'li, adolatli baholash tizimi va banklar hamda fuqarolar o'rtasida ishonch mustahkamlanishi ta'minlanadi.